Reklamonachilarimiz sizlarga navbatda reklam etadigan mashinamiz do'stlar. Lacetti 1.8 mashina polniy gentra etilgan mana. Optra stop, diskalargacha qo'yilgan. Bo'sh ballonlari bor. Kres qur zenglar ishlangan, avvar yo'g'on udor etgan yo'q. Polniy gentra etilgan do'stlar, avtomat korobka, lyuklari bilan. Yili 2010 1.8 motor xodoyinda umuman ish yo'q. Chotki sosteniyada. Zenglagan, chaqachuq yerlar ham yo'q. Qurib kalellar, nelar zenglar ishlangan. Mashinamizdan salon holatlarına kelsak, yana do'stlar, multirollar qo'yilgan, chixol bor, ichi to'shalgan, poliga bor. 171 ming kilometr yuribdi do'stlar, halol. Ko'rinmaydi. Shunda tablolar ham tunin etilgan. Monitorlar qo'yilgan, Zorna, Malibu, iki barlar do'stlar. Chotki sostaniyada navorot etilgan. Konditsioner, metan, hamma bor. Bu yerlar ham akvaprint olgan ekan. Xullas, mashinamizning narxi do'stlar 75 million so'm bo'lsa berib beramiz do'stlar, 75 million. Kreditka ham chiqarib beramiz. Narx jem mashinalarsa bar beramiz deymiz. Yo'q, o'zingiz bilan kelishib kutamansiz, endi kamida 30 million pul kerak do'stlar. 30-40 million pul kerak desa, qolganini muddatini qarab hisoblab beramiz. Mashina avtoshok gullanadi do'stlar, 75 millionga gentra.